Benim ismim Hayman. Gün içime huyman. Burçını huyman gütuyman. Aşını çıpar çeneni kuyman. Tamak yiyen kaçam juyman. Benim ismim Hayman. Uka, bunda qishqurun so'qoqda cho'kimiz yesang og'rib qolmamsan? Voho, qara kansan. Qaridim-ku mana. Mening momam hozir 100 yoshga kirdi, qara. Momam qish cho'kimiz yeb uzun umr ko'ribgandigina. Voy yaqay. Misin nima? Momam umrda cho'qara. Artıq qishqa faqat aralashmagandu. Bo'ptamsan. Bo'g'an bo's menga yilingga. Voho. Oğlum, tulki balasini tug'amdi yoki tuxum tug'ib tuxumdan chiqaramdi? Tulkiga ilgan narsa dada. Shunga hech kasning qo'ldan keldi juma. Sabahçı meni işte ötüp kaç geldi. Kapolma balam kapolma. Ne eti berip onun bulu uruşma taza. Balam uruşma anda. Yolvasını yengen batır emez, açıkını yengen batır deptike balam. Emsime açıkın çıkım yanıma. Nima uni mushul urib ketdim? So'ng apam açıkını yengen batır degan. Şun urib maqchaydi vatdim açıkını. Menamsa. Ma lazını azya yili var uning. Lazının jasli yili bormi? Yili var. Ajab yaxshi bilib oldim. Dada sen bek yolg'onchi ekansan. Men qanday yolg'on aytibman sana? Lazın yili bor degan-ku. Lazın sharga tiqsam shar chiqimdi-ku amsa. Jun kallan chiqmasa chiqib ketibsan. 5 ga 3,5 qo'shqancha? Bilmadim dada. Mundaq 5 tal nashbitga 3,5 tal nashbitni qo'shib qancha tal nashbit bo'ldi deyman. Men nashbitni hisoblashni faqat bilmayman. Voy bu qanday gap endi? Bizning maktabda olmani hisoblashni o'rgatgan. Ras avlatka? O'tgan bir qiz sizga telefon qilib Gulayim degan naqshni aytadigan-ku. Shundaroq bir ish bo'lgani. Shu chaq siz nimda javob qaytargan qizga? Voy, men o'chaqda siz qizib o'tirib, qizvalni kuylab aytqicha, o'g'valning ismini kuylab Urayim deb aytsangiz bek tushdi deb qo'ygandim-ku. Shu naqshni da sizgandek to'liq turibdi qalam. Rosti shundami? Voy. Mashni ko'ring, men telefonda chaqchaq deb qo'ygan o qizga. Voy, tig'i bunlar emas, boshqa naqshim shunday aytib turibdi. Yani qaysi naqshni shunday aytib turibdi? Layli xallani Qodi xalla. Qambarxonni Timurxon. Mirajxonni Shorilxon. Voy yana ta Xolidam Xoliqjon. Voy texi. Deb aytib qolamay. Mashni ko'ring. Dada, aqchikidu degan naqshni aytibra. Voy texi, sen bilamsan u naqshni? Ana u naqshi bek amroq. Amroq bo'lsam ikki misra ayt baqaqini. Aqchikidu yulduzlar ko'z qisishib o'zicha. Aqchikib qaytib qopdi, bo'valarning so'zicha demiding ilma. Oğlum. Dada. Sening cholpan bo'g'ing bormi yo'qmi? Bo'g'im bor. Undaqda denshik chiqamsa? Yo'q, denshik chiqmayman. Denshik chiqmsan qanday cholpan bo'g'ildi? Denshik chiqsam denshik o'rilib ketdi-ku. Dada. Bala. Men bugun maktabdagi faoliyatda nomer ko'rsatdim. Qanday meni do'rabsa o'g'lim? Shu. Bu haqiqatan ya usloynidi, ya naqsh etdi. Ishqib meni do'rdi-da. Biroq, xonim ish qulog'imdan tutib. Nomer ko'rsatdi deb qo'shib suyib qo'ydi haqiqatan. Yo'q, sahnadan tushirayotdi shu. Sen sahnadan tushirayotganda qanday nomer ko'rsatganding sen? Mana shu nomerni ko'rsatgandim. Voy, yaxshi. Opang do'rabgansan sen asli. Dada, men sening ismingni yozishni o'rganib oldim. Menda qilaqani men kirpaqay. Mana. Voy, bu Ablat Avut degan ismdagi Vu degan xatning ko'zifan qani? Ablat dabdan ko'tagan ostiga chuptibdi mana. Chog'langan yaxshilar detsam serishul ekansan da qaraganda. Dadoy. Baloy. Bizning maktabdagi bolalar mashq
chiniqyotidi. Ha, sen-chu samchini qo'tamsiz ya? Ha, men ancha-muncha chiniqyotman. Unda bo'lsa jiro chiqara olamsiz ya? Ha, chiqara olayman. Qani bir chiqib baqay, kirib baqayman. Ko'zlarini yumib tursan? Ha, mana. Buni chiqardim ko'zlar. Bunda yo'g'on jiro bu. Qanti bor tehi. Dada, apam bilishga ney verib keldinglar? To'yga verib keldik. Mening bil apamay odam tashlab qo'yib. Seni sen to'y qilgan chaqda apirla. Ma'qul. Ma'qul deyotgan nimaning? Sen qachon to'y qilsaras? Men xotun olganda to'y qilma. Voy, ma gapni. Qachon xotun olsa sen? To'y qilganda xotun olma. Voy tehi. Kimni olasan? Kimni kuyog'il qilasini? Qandaroq kuyog'il olasan tehi? Shunday yaxshi kuyog'il bo'lmanki. Ha. Qaynanam voy set. Ha. Aslida kichik qizimnim sizga bersam bo'pti-ku. Tapqoqdek toza. Qo'y qanday qilay? Va kim gapni sana? Hozir qilib kichik turib zakis qilib qo'ydikmi? Tova. Sen faqat gap anglamaydigan ketgan balam. Mushunda qilib bersan sen tashlab o'tib boshqa bola tepib ketib boqaman. Tepib kelgan balangmu gap anglamaydi toza. Nimish qonda deysa? Chunki uning dadisim tashlayotgan tursa. Dada, bizning sinfda san'at adabiyoti qurgan. Ha. Men shuningga qatnashay degan. Bo'ladi, qatnashgan balam. Biroq chaldigan sazlarni biz epar ekanmiz. Apla, mayliq mashina tex olmagan balam. Sazni kelarayda epray, mayda ma ikkita chukini apirib qatnashib tura balam. Bu ikkita chukini nim qilma? Saz chaqan balalarning oldiga chiqib derijurlik qilib bersa balam. Apa, men tamakni yapılamıdım. Tamakni oshirib qo'ysangiz bo'lmaydi balam, yapiling ha? Tamakni oshirib qo'yish nim bo'ldi? Cho'ng o'g'anda chiroyli xotini qilolmaydi. Ha, men bilib oldim. Nimani bilib oldingiz o'g'lim? Dadam kichik vaqtida tamakni oshirib qo'yib ketganda. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. To'yinglarga muborak bo'lsin. Baxet qushi sizlarga qo'nsin. Uyqum kelib ketdi. Kashlik tomog'ingni yevilib, onangdagi uxlag'in balam ha? Ma'qul cho'ng apa. Tushda uxlamay nima qilganting? Kino ko'rgandim. Qaysi kinoni ko'rding? Xasiyatli odam degan kinoni. Undaqda bu ko'rgan kino o'rindan bir ta'sirotga erishdingmi ya? Erishdim-ku deyman. Unda o'z dapaqa qani odam qanday qilganda xasiyatli odam bo'ldi ekan? Ishlarning ustiga kusar kiyganda. Yaxshimisiz bova? Yaxshi balam. O'zing kim bo'lsa? Men shahardan kelgan muxbir bova. Qaysi muxtar balamsa? Men muxtar emas, muxbir bova. Men sizni ziyorat qilg'il kelgan. Voy, bu qirib qolganda menga ziyoratning nima ishi bilan? Ya bunda ziyorat emas, ziyorat qilg'il kelgan sizni. Menda degan, qo'lingdagi nima? Bu sizni ziyorat qilgan xotin bu. Buncha yosh kirib bunda kichik xotinni ko'rib boqmabdi men. Mush xotin bilib ziyorat qilamiz meni. Voy, ya unda emas bova, mikrofon ma bu. Mikrayxon degan mush xotinning ismi. Buni men sizga tushuntirib qo'ymoqdayman bova. Asosli gapimiz kelaydi. Kelili. Ha, shunda siz bu yil necha yosh kirdingiz bova? Men bu yil 10 yosh kam 130 yosh kirdim bilan. Ha, 120 yosh kirdim dang. Shundaroq bo'lib qoldi hamda. Sizning buncha uzun umr ko'ra olishingizdagi sabab nima? Ayolim bek sat shu. Uzun umr ko'rish uchun u ishning nima munosabat hamda? Shu men o'lib ketsa bir chiroyli cho'kkanni buni olamanmi deb mushashqicha yashab keldim bilan. Siz qiziqagan ekansiz bova. Men shunda o'ylab baqsam, bu dunyoda texi yeshilmagan va echilmagan sirlar nihoyat ko'pka. Biz bu sirlarni qanday yeshib, qanday ochimiz deganda, mana bunda yeshib masalan, mana bunda ochib ekanmiz, mana bunda ochib ekanmiz. O'g'lim, biz bir paxlan baqmoqchi qoldik. Öydeki birimiz kunda paxlanga yem birimiz qo'tani tozalaymiz, birimiz uni yuvib qo'yamiz, yana birimiz uning hamroh bo'lib kunda birga o'ynaymiz. Sen qaysini tanlaysan? Men paxlan bo'lishini tanlay. Balam bu nimishqa osmon qarab turib ketding? Men turib o'ylab qoldim. Voy, bu qeyrg'anda nimalarni o'ylab ketding sen? Ya o'ltirib ya yetib o'ylasam bo'pti-ku deganni. Voy texe. Ya o'ltirib ya yetib nimani o'ylayding o'g'lim?
Ben özümün azalda yaxşı görərdim. Lekin baş göz eynekini taqab. Eynekinin aldığı kəsəm. Özüm texim bək yaxşı qızğan bob getdim. Yana çu. Tolum əfsus. Özüm şundaq söygüm bardı. Andın çu. Bırak. İngilizcimge tumşuğum yetməyi vutudu. Oy, qandaq kitay. Sen momsayga bak amraq ha? Mən bək amraq. Xo oğlum. Lekin bizning sinfda bir qiz bal faqat saymaydi. O qiz bola o'shga amsa. Ya o qiz bal degan o'shga emas, odam. Senga qach momam ne cho'tdi? Bir sabaqchini so'rsam, Yaxmanjandek uyun qilib dars o'rganmaydi deydasizmi? Voy, undaq emas, men darsda bək yaxshi. Unda bo'lsa men senda bir necha savol so'rab baqa javob berib baqa qani. Qin so'rslar. Qo'yni kang tabiat degan gapga bir jumla tuzab baqa qani. Mening dadam qo'yni kang tabiat qo'yibdi. Hay, men bunda bag'ri kang tabiat demashdim. Bu qaraganda sen hayvonotlarga amroq ekansan-da. Hamma qil. U to'g'rilikmi so'rab baqay. Hamma qil unim so'rslar. Sen toshqan bil chashqanni ko'rganmi? Sizlar jumakdan suv tushirganda chelak toshqanni ko'rgan. Yana-chu. Anda u suvni gulga chashqanni ko'rgan. Voy, nega ishlatdi? Mana bir dasgina. Nima ayol kishidek to'l yomalaysa balam sen? Men 3-oyning 8da tug'ilgan shu. Sen maqildagi ichimlikni burundan tatib ichamsan? Yo'q, men bu ichimlikni og'izdan tatib ichaman. Of, gapirmabsan. Oy, nimanda umaq bolasan? Men ashtaq umaq. O'texe, kimning bolasisan? Dadam bilan opamning bolishi. Isming nima? Beshiga keldi. Yosinjon-kanda. Yo'q. Yoqubjonmi undaqda? Emas. Tapdim, Yusufjon. Tapamadımış. Of, uzanilda o'ta bo'ldi ismingni. On qo'y ben shu tapayman. Voy, texmi kichik turib sodiq, pishib ketgan nima qahvashning. Alayman nima unqay. Endi depra. Mening ismim Yaxmanjon. To'xtag'in, Ridiyamga og'zingni o'pib ko'rsiga Rahmanjon deb yozib qo'yay.